Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan to'lovlar. Kimlar bu ro'yxatga kirishi, kimlar kutmasligi kerak va eng muhimi, agar pul vaqtida tushmasa nima qilish lozim? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi nogironlik pensiyasi oluvchi yaqin inson yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bor. Men sizdan iltimos qilaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z haqini talab qila oladi. Ko'pchilik pul tushishini kutib o'tiradi. Lekin qaysi to'lov unga tegishli, qaysi biri tegishli emas, qayerga murojaat qilish kerakligini bilmaydi. Natijada 1 oy, 2 oy, ba'zan undan ham ko'p vaqt yo'qotiladi. Shuning uchun bugun men hammasini oddiy tilda, misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensiyalarga to'lovlar odatda bir necha turga bo'linadi. Birinchisi har oy beriladigan asosiy pensiya. Bu yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi pensiyaga qo'shib beriladigan ustamalar va kompensatsiyalar. Uchinchisi ayrim holatlarda qayta hisob-kitob natijasida to'lanadigan farq pullari. To'rtinchisi esa davlat tomonidan alohida qaror yoki tartib asosida ajratiladigan bir martalik yoki maqsadli to'lovlar bo'lishi mumkin. Oldin ko'p hollarda pensioner pulini olardi, lekin nima uchun aynan shuncha olganini bilmasdi. Masalan, pensiya plastik kartaga tushadi. Odam bankomatdan yechib oladi, lekin unda qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi ustama, qaysi qismi qayta hisob-kitob ekanligi ko'rinmaydi. Qog'ozda tushuntirish berilmagani uchun pensioner ham farzandlari ham faqat taxmin qiladi. Bir kishi menga oshdi, boshqasi menga tushmadi. Uchinchisi qo'shnim oldi. Men olmadim deb o'ylanib qoladi. Hozir esa eng muhim o'zgarish shundaki, ro'yxatlar, to'lov davrlari va to'lov huquqi masalasi ancha aniqlashtirilmoqda. Ya'ni pul hammaga bir xil tushadi degani emas. Har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Pensiya turi, tayinlangan sana, qayta hisob-kitob bo'lgan-bo'lmagani, hujjatlar to'liq yoki to'liq emasligi, bank kartasi faol yoki faol emasligiga, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar mos kelishi kabi jihatlar tekshiriladi. Shuning uchun 20 sentyabrgacha hamma pensioner falon summa oladi degan gapni eshitgan odam ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy savol: siz qaysi toifadagi pensionersiz va sizga aynan qaysi to'lov tegishli? Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensioner uchun eng xavfli narsa yolg'on xabar yoki yarimta ma'lumotga ishonib qolishdir. Chunki odam menga pul berilishi kerak ekan deb kutadi. Lekin aslida u boshqa toifadagi fuqarolarga beriladigan to'lov bo'lishi mumkin. Yoki aksincha odam bu menga tegishli emas deb o'ylaydi. Aslida esa uning pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'ladi. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Endi kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan pensionerlar diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, bir ayol avgust oyida pensiya yoshiga yetdi. Hujjatlarini topshirdi, lekin pensiya sentyabrda rasmiylashtirildi. Bunday holatda unga pensiya tayinlangan kundan boshlab hisoblanadi. Agar hujjatlar kech ko'rib chiqilgan bo'lsa, bir necha kun yoki bir oy uchun farq puli paydo bo'lishi mumkin. Shu farq odatda keyingi to'lov bilan birga tushadi. Lekin bu avtomatik ravishda hamma uchun bir xil summa degani emas. Masalan, opa 1 avgustdan pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ldi, lekin arizasi 20 avgustda qabul qilindi. Pensiya esa 5 sentyabrda hisoblab chiqarildi. Agar uning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lsa, avgust oyining tegishli qismi va sentyabr to'lovi alohida hisoblanadi. Natijada u birinchi to'lovda oddiy oylik pensiyadan ko'proq pul olishi mumkin. Buni odamlar ko'pincha yangi ro'yxat bo'yicha pul berildi deb tushunadi. Aslida esa bu uning o'ziga tegishli hisob-kitob farqi bo'ladi. Ikkinchi toifa, pensiyasi qayta hisoblanganlar. Bu juda muhim. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ayrim holatlarda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki boshqa hujjatlar keyin aniqlanadi. Agar pensioner avval taqdim etmagan hujjatini topib topshirsa, masalan, eski ish joyidan ma'lumotnoma olsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Qayta hisob-kitob natijasida pensiya miqdori oshsa, avvalgi davr uchun ham farq puli to'lanishi ehtimoli bor. Lekin bu ham belgilangan tartib va muddatlarga bog'liq. Masalan,
bir aka 2022 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 1990-yillardagi bir korxonada ishlagan davri hujjatlarda ko'rinmagan. U orqadan ma'lumotnoma olib keldi. Pensiya jamg'armasi ushbu davrni stajga qo'shdi. Natijada uning pensiyasi 900 ming so'mdan 1 million ming so'mga oshdi. Farq 1 ming so'm. Agar bu farq bir necha oy uchun to'lanadigan bo'lsa, pensioner kartasiga birdan 700 ming, 500 ming yoki undan ko'proq pul tushishi mumkin. Qo'shnisi buni ko'rib hammaga qo'shimcha pul berishyapti deydi. Lekin aslida bu faqat o'sha akaning hujjatlari qayta ko'rilgani uchun berilgan pul. 3-toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilansa, muddati uzaytirilsa yoki boshqa guruh belgilansa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Ba'zan odamning hujjati vaqtida yangilanmaydi. To'lov to'xtab turadi. Keyin hujjat qayta tasdiqlangach, oldingi davr uchun to'lov tiklanadi. Shunda bir martada kattaroq summa tushadi. Masalan, bir fuqaroning nogironlik muddati iyul oyida tugagan. U komissiyada avgust oxirida o'tgan. To'lov vaqtincha to'xtagan. Keyin hujjati tasdiqlansa va uzilish davri qonuniy asosda qoplansa, unga iyul oxiri, avgust va sentyabr uchun pul birga tushishi mumkin. Bunda ham iyul-sentyabrgacha tushishi kerak bo'lgan summa shaxsiy holatga bog'liq bo'ladi. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu oilalarda farzandlar soni, ularning yoshi, o'qishi. Oilaviy holati hujjatlarning yangilanishi juda muhim. Agar farzand o'qimdagi yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Ammo o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin ma'lumotnoma olib borilganda to'lov qayta tiklanishi va oldingi davr uchun pul berilishi ehtimoli bor. Masalan, talaba qizning otasi vafot etgan va u o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. U 22 yoshga to'ldi, lekin universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Agar u sentyabr boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga topshirsa, to'lov davom ettiriladi. Agar u buni kechiktirsa, pul kechikishi mumkin. Shu sababli sentyabr oyida aynan talabalar va ularning oilalari hujjat masalasiga juda jiddiy qarashi kerak. 5-toifa bank kartasi bilan muammo bo'lgan pensionerlar. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Pensionerning plastik kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bank hisob raqami yangilangan bo'lishi mumkin. Yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumot eski kartaga bog'langan bo'lishi mumkin. Pul ajratilgan bo'ladi. Lekin pensioner menga tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo to'lov kanalida bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasi avgustda amal qilish muddatini tugatgan. Bank yangi karta berdi. Lekin yangi karta ma'lumoti tegishli bazaga vaqtida kiritilmadi. Sentyabr to'lovi eski karta rekvizitiga yo'naltiriladi yoki qaytadi. Bunday holatda pensioner bankka ham, pensiya jamg'armasiga ham murojaat qilishi kerak. Faqat bankka borib pul yo'q deyish yetarli emas. Chunki pul qaysi bosqichda ushlanib qolganini aniqlash kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy pensiyani o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar o'zgarmagan bo'lsa, sizda qo'shimcha tekshiruvga sabab kam bo'ladi. Lekin baribir sentyabr oyidagi to'lovingiz odatdagidan farq qilsa, sababini so'rashga haqlisiz. Men har doim shuni aytaman, pensioner o'z pulini faqat kutib oladigan odam emas. U o'z huquqini biladigan fuqaro bo'lishi kerak. Endi qoidalar ichidagi istisnolar, xatolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala ro'yxatga kirdim yoki kirmadim degan tushuncha. Ko'p odamlar ijtimoiy tarmoqlarda yangi ro'yxat chiqibdi degan xabarni ko'radi. Lekin rasmiy ro'yxatlar odatda ochiq internetda oddiy jadval sifatida tarqatilmaydi. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari himoya qilinadi. Shuning uchun sizdan telefon orqali pasport ma'lumotingizni, karta raqamingizni, SMS kodini so'rab ro'yxatga kiritamiz deysa, bunga ishonmang. Hech qachon SMS kodni, karta parolini, ilova tasdiqlash kodini begona odamga aytmang. Ikkinchi nozik masala, hamma qo'shimcha pul bir xil sanada tushmaydi. 21-sentyabrgacha degan muddat bo'lsa ham, amalda to'lovlar, banklar, hududlar texnik qayta ishlash va hujjat holatiga qarab turlicha vaqtda ko'rinishi mumkin. Bir tumanda 10 sentyabrda tushsa, boshqasida
12 sentyabrda tushishi mumkin. Bir pensioner naqd chaqlada olsa, boshqasi kartaga olsa, vaqt farq qilishi mumkin. Shuning uchun 10 sentyabr kuni qo'shniga tushib, sizga tushmasa, darhol vahimaga tushish shart emas. Ammo 11 sentyabrdan keyin ham tushmasa, masalani tekshirish kerak. Uchinchi nozik masala qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan qonuniy asosda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, aliment qarzi, sud qarori ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, pensioner kutganidan kam pul oladi. Bu holatda odam menga to'liq berma deb o'ylashi mumkin. Lekin sababni bilish uchun to'lov varaqasi yoki ma'lumotnoma olish kerak. Pensiyadan ushlab qolish ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Agar siz bunday ushlab qolishga rozi bo'lmasangiz, sababini yozma ravishda so'rashingiz mumkin. 4-nozik masala. Yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan pensionerlar pensiya ishini ko'chirish jarayonida kechikishga duch kelishi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdi. Doimiy ro'yxat o'zgardi. Pensiya ishi yangi hududga o'tishi kerak. Shu jarayonda bir oylik to'lov kechikishi mumkin, keyin birga tushadi. Agar pensioner bu jarayonni nazorat qilmasa, hujjat bir joyda turib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'chgan odam o'zi avtomatik hal bo'ldi deb kutmasligi kerak. 5-nozik masala. Vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etadi, lekin uning oxirgi oy uchun pensiyasi yoki olinmay qolgan to'lov bor bo'ladi. Bu pullar ham tartib asosida rasmiylashtiriladi. Lekin meros oila a'zolari birga yashaganlik, ariza va hujjatlar masalasi bor. Bunday holatda ham odamlar ko'pincha bank kartadan pul yechishga urinadi, lekin bu huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri yo'l. Tegishli organlarga murojaat qilish, vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari asosida tartibni aniqlash. 6-nozik masala, pensiya miqdori oshgani bilan qo'lga tegadigan pul har doim bir xil oshmaydi. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi 1000 so'mga oshgan bo'lishi mumkin. Lekin oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, qo'lga tekkan pul faqat 1000 so'mga ko'payadi. Yoki bank kartadagi avvalgi qarzdorlik kredit bo'yicha avtomatik yechim bo'lsa, pensioner pul tushganini ko'rmay qolishi mumkin. Bu yerdan bank hisob varag'i ko'chirmasi juda muhim. Pul tushganmi, qachon tushgan, qayerga yechilgan, nima uchun qamaygan, bularni aniq hujjat bilan tekshirish kerak. 7-nozik masala telefon orqali tarqaladigan hamma pensionerga falon million beriladi degan xabarlar. Men bunday xabarlarni ko'p ko'raman. Ular odatda odamning hissiyotiga ta'sir qiladi. Faqat bugun ariza bering. 20 sentyabrgacha ulgurib qoling. Ro'yxatdan o'tmasangiz pul olmaysiz kabi gaplar bo'ladi. Rasmiy to'lovlar hech qachon begona havola orqali karta ma'lumotini kiritish bilan berilmaydi. Agar to'lov davlat organi orqali bo'lsa, u pensiya jamg'armasi, mahalla, bank yoki rasmiy elektron tizimlar orqali aniqlanadi. Shubhali havolaga kirmang. Ayniqsa pensioner ota-onangiz telefoniga kelgan xabarlarni tekshirib bering. 8-nozik masala. Pensioner chet elda bo'lsa. Ayrim pensionerlar vaqtincha boshqa davlatda bo'ladi. Farzandlariga ketgan bo'ladi yoki davolanishda bo'ladi. Bunda yer holatda pensiya olish tartibi, ishonchnoma, bank kartasi, shaxsning tirikligini tasdiqlash bilan bog'liq talablar paydo bo'lishi mumkin. Agar uzoq muddat chetda bo'lsangiz, to'lov to'xtab qolmasligi uchun oldindan ma'lumot oling. Ayniqsa ishonchnoma orqali pul oladiganlar hujjat muddati tugamaganini tekshirish kerak. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda olgan pensiyangizni solishtiring. Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Sentyabrda qancha tushishi kerak? Agar siz bank ilovasidan foydalansangiz, kirimlar tarixini oching. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Faqat taxminan shuncha edi demang. Aniq raqamni yozib oling. Masalan, iyul 1000 so'm, sentyabr 50 so'm, sentyabr farq 1 so'm. Ana shu farq nima sababdan bo'lganini so'rash mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, nogironlik bo'yicha xulosa bo'lsa uning muddati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Talaba farzand bo'lsa,
o'qish joyidan ma'lumotnoma bularning hammasi joyida bo'lsin. Men ko'p ko'rgan holat, odam pul tushmagandan shikoyat qiladi. Tekshirilsa talaba farzandining ma'lumotnomasi topshirilmagan bo'ladi. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'ladi. Bitta hujjat kechiksa, to'lov ham kechikadi. 3-qadam bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam o'zgarmaganmi? Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, bu ma'lumot pensiya to'loviga bog'langanmi? Bankdan pensiya to'lovi kelganmi yoki yo'qmi deb so'rang. Agar bank bizga kelmagan desa, unda pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Agar bank kelgan, lekin ushlab qolingan yoki boshqa hisobga yo'naltirilgan desa, sababini yozma yoki elektron ko'rinishda so'rang. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunchaki pulim tushmadi deb aytish yetarli emas. Aniq yozing. Men falon turdagi pensiya olaman. Oxirgi to'lov falon sanada tushgan. Sentyabr oyidagi to'lov yoki qayta hisob-kitob farqi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar sizga qo'shimcha summa tegishli bo'lsa, qaysi asosda, qaysi davr uchun va qachon to'lanishini so'rang. Agar tegishli bo'lmasa, nima sababdan tegishli emasligini ham so'rang. 5-qadam. Murojaatni yozma shaklida qoldiring. Og'zaki savol berish yaxshi, lekin bahsli holatda yozma javob kerak bo'ladi. Siz Davlat xizmatlari markazi rasmiy elektron murojaat tizimlari yoki bevosita bo'lim orqali ariza qoldirishingiz mumkin. Arizada familiya, ism, otasining ismi, telefon raqami, yashash manzili, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz bo'lsin. Masalan, sentyabr oyida to'lanishi kerak bo'lgan pensiya summasi va ehtimoliy qayta hisob-kitob farqi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman. 6-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa, asosini tekshiring. Rad javobi og'zaki bo'lsa, yozma javob so'rang. Sizga tegishli emas degan gapning o'zi yetarli emas. Nima uchun tegishli emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddat o'tgan? Qaysi bandga ko'ra to'lov qilinmaydi? Mana shularni bilsangiz, muammoni hal qilish osonlashadi. Ba'zan muammo birgina arxiv ma'lumotnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki bank rekvizitini yangilash bilan hal bo'ladi. 7-qadam. Ota-onangiz yoki keksa qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasini ishlata olmaydi. Bankdan ko'chirma olishni bilmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Farzandlar bu yerda juda katta yordam bera oladi. Lekin yordam berishda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasidan ruxsatsiz foydalanmang. SMS kodlarini begonalarga bermang. Shubhali saytlarga ma'lumot kiritmang. Eng to'g'ri yordam hujjatlarni tartibga solish. Rasmiy joyga birga borish, savollarni yozib olish va javobni tushunishga ko'maklashish. 8-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarni rasmiy manba bilan solishtiring. Agar siz sentyabrgacha falon summa beriladi degan xabarni ko'rsangiz, darhol 3 ta savol bering. Bu xabar qaysi rasmiy hujjatga asoslangan? Kimlarga tegishli, to'lov qanday tartibda amalga oshiriladi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, demak ehtiyot bo'lish kerak. Men sizga shuni maslahat beraman. Har qanday moliya xabari kamida bitta rasmiy manba orqali tekshirmasdan qaror qabul qilmang. 9-qadam. O'z holatingizni yozib boring. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Qachon murojaat qildingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Qanday javob oldingiz? Qaysi hujjatni topshirdingiz? Qachon topshirdingiz? Hammasini yozing. Agar keyin bahsli holat bo'lsa, bu yozuvlar sizga yordam beradi. Ayniqsa katta yoshli odamlar sanalarini unutib qo'yishi mumkin. Farzandlaringiz qachon borgandingiz deb so'rasa, aniq javob topilmaydi. Daftardagi yozuv tartib beradi. 10-qadam. Agar masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limida javob ola olmasangiz, viloyat darajasiga. Zarur bo'lsa, respublika darajasidagi mas'ul organlarga elektron murojaat yuborishingiz mumkin. Lekin murojaat hissiyot bilan emas, hujjat va raqam bilan yozilsin. Menga pul bermayapti degandan ko'ra. Falon sanada ariza topshirganman. Falon raqam bilan ro'yxatga olingan. Shu kungacha javob berilmadi. Shu kungacha ancha kuchli bo'ladi. Real hayotdan yana bir nechta vaziyatni aytaman. Birinchi vaziyat, pensiyaga har oy 1 million so'm oladi. Sentyabrda 1 million 300 ming so'm tushdi. U xursand bo'ldi, lekin sababini bilmadi. Keyin ma'lum bo'ldiki, bu eski ish staji bo'yicha qayta hisob-kitob farqi ekan. Bunday holatda qo'shimcha pul keyingi oy ham shunday tushadi deb o'ylamaslik kerak. Bir martalik farq bo'lishi mumkin. Keyingi oy esa faqat oshgan pensiya miqdori tushadi. Ikkinchi vaziyat, pensionerga hech narsa tushmadi.
U meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb xavotir oldi. Tekshirilsa kartasi muddat tugagan. Bank yangi karta bergan, lekin u pensiya to'lovi uchun yangilanmagan. Muammo 2 kunda hal bo'lgan. Demak, har doim eng avval oddiy texnik sabablarni tekshirish kerak. 3-vaziyat. Talaba farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan. Sentyabrda to'lov to'xtagan. Sabab: o'qish joyidan yangi o'quv yili uchun ma'lumotnoma topshirilmagan. Hujjat olib borilgach, to'lov qayta tiklangan. Bu yerda oilaning xatosi pulni kutib o'tirish bo'lgan. Sentyabr boshlanishi bilan hujjatni tayyorlash kerak edi. 4-vaziyat. Pensioner qo'shimcha pul kutgan, chunki qo'shnisi olgan. Lekin uning o'zida qayta hisob-kitob bo'lmagan, hujjatlarda o'zgarish yo'q, pensiyasi odatdagidek to'langan. Bu yerda xulosa shuki, qo'shnining puli sizning huquqingizni avtomatik belgilamaydi. Har bir pensiya ishi alohida. Demak, 15-sentyabrgacha bo'lgan to'lovlar masalasida eng asosiy narsa kimga nima uchun va qaysi hujjat asosida pul berilishini aniqlash. Hammaga bir xil summa tushadi deb o'ylamang. Pensiya tayinlangan sana, qayta hisob-kitob, hujjatlarning to'liqligi, nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, bank kartasi va yashash joyi kabi omillar natijaga bevosita ta'sir qiladi. Men sizga aniq maslahat beraman. To'lovingizni tekshiring, hujjatlaringizni tayyorlang, bank kartangizni nazorat qiling. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. O'z haqingizni bilsangiz, ortiqcha vahimaga tushmaysiz va kerakli pulni vaqtida talab qila olasiz. Izohlarda yozing. Sizga sentyabr oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov tushdimi? Miqdor o'zgardimi? Qaysi viloyat yoki tumandansiz? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar va qonuniy huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.